Er xotin o'rtasidagi mana bu suhbatga diqqat qiling. Dastlab erkak. Turmush qurganimizga 15 yil bo'ldi. 15 yil tinch totuv hayot kechirayotgan edik. So'nggi 2 yilda esa ayolim janjal ko'taradigan bo'lib qoldi. Misol uchun, ishdan uyga kelganimda ostonaga kirishimdan oldin oyoq kiyimimni, poyabzalimni tashqariga yechib kelishimni so'rab qoladi. Mabodo bir qadam ichkariga qo'ysam, janjal ko'taradigan bo'lib qolgan. Yoki bo'lmasa, sochiqni joyiga ilmasdan boshqa joyga qo'yadigan bo'lsam ham, mana shunga janjal ko'taradigan bo'lib qolgan. To'g'risi, men xuddi bombalarning ichida yurganga o'xshayman. Qayerda bossam portlab ketmas ekan deb so'nggi paytlarda xavotirda yashaydigan bo'lib qoldim. To'g'risi, menga erkinlik yoqadigan bo'lib qoldi. Ana endi xotinni, ayolni gapiga diqqat qiling. Qaysi ayol erini ko'ziga yomon ko'rinishni xohlaydi deb o'ylaysiz? 15 yil tinch totuv hayot kechirdik. Lekin so'nggi paytlarda men ozgina baqirmasam, uyimizdagi ish bitmaydiganga o'xshayapti. Misol uchun, jumrak buzilib qolganiga 2 yil bo'ldi. Men 2 yil mobaynida shirin gapirdim, chiroyli gapirdim, yaxshi gapirdim, lekin foydasi bo'lmadi. Bir marta baqirgan edim, 2 soat ichida santexnik kelib, sozlab berib ketdi. Yo bo'lmasa, shiftdagi lampochkani almashtirish kerak. 6 oy mobaynida almashtirilmadi. Bitta baqirganim uchun 6 oydan keyin lampochka ham joyiga tushadigan bo'lib qoldi. Qizimiz katta bo'lyapti bu yoqda. Ro'zg'ordan topganimiz ortmayapti. Nima qilamiz desam, bir gap bo'lar deb boqi beg'amlik bilan bemalol indamasam yuraveradi. Ana endi men so'nggi paytlarda tishimni ko'rsatganimga bu kishiga dunyo tor ko'rinargan bo'lib qoldi. Xo'sh, bunday oilalar juda ko'pchilik xonadonlarda bor. Bunday tortishuvlar juda ko'pchilik eri xotinlar o'rtasida kuzatiladi. Sizningcha kim haqli bu yerda? Erkinlik istagan ermi yoki erining ko'ziga tik qarab ishim bitsa bo'ldi-da deb turib qattiq gapirayotgan ayolmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.